Aq yol bo'lsin o'g'lim. Yaxshi o'qig'in. Ma'qul. Aman bo'lin ana. Har qachon savrchan bo'l balam. Yaramliq odam bo'lib kel. Ma'qul ana. So'zingizni yuragimda chin saqlayman. Balam, tamog'ingni vaqti-vaqtida yegin. Salomatligingni asrag'in. Jenim balam, bizni unutib qolmagin. Xotirjam bo'ling ana. Siz har qachon ko'z oldimda. Aq yo'l bo'lsin balam. Haq ardı görüşümüz ana. Balam deysen dilingda pırıp Amalsız men aramız yirak Balam deysen dilingda pırıp Amalsız men aramız yirak Günler uzun bolsun At yaqında barman ana Günler uzun bolsun biroq At yaqında barman dada At yaqında barman ana Ayrılmasam deymen kışından Düşlerimni yürüp peşimden Ayrılmasam deymen kışından Düşlerimni yürüp peşimden Tükülüdü Şimdi Pat yaqında barman ana Tükülüdü duayı şimdi Pat yaqında barman dada Pat yaqında barman ana
Dertleringge bulanmay derman Bir kürmekni kılıp men arman Dertleringge bulanmay derman Bir kürmekni kılıp men arman Öz-özümni aldayman aman Atiqimda barman ana Öz-özümni aldayman aman Atiqimda baraman ana Atiqimda baraman dada Atiqimda baraman ana Rahmat. 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 Beni bir tutan kılgan ulug' insanlarımızga rahmat. Uzun ömür ko'ygay, ata-onalarimiz, hammalarning ata-onalari aman eson bo'lsin. Rahmat. Ana bu fursatda men sizlarga yana bir sizlarga tanishlik bo'lgan bir kishini sahnamizga chaqirib chiqmoqchiman. O bo'lsa-mu hammalarga tanishlik Uyg'urimizning faxrli o'g'loni Uyg'ur hozirgi zamon san'atininki sarkisi, boshlamchi ustoz Abdulla Abduriyim. Rahmat. Akam men uchun aka bo'lib qolmasdan Ustaz, qandaq ustaz desa hammalar bilsizlar, xudo ota-onam meni bir-birlab nimani qilish, nimani qilmaslik to'g'risida cho'ng qilgan o'xshash, meni yetaklab san'at yo'lida qandaq menishni o'rgatgan shundaqlar, eng muhimi meningki mush odamiylik axloqiy fazilatga eng cho'ng o'lgam hisoblandi. Rahmat. Endi bugun ijozat qilsanglar, do'stlarimning havolasi bor. Bu yolg'iz mening ishim emas, ustoz Manga o'xshagan shogirdlaringiz, shundaqla havaskor muxlislaringizningki havolasiga asosan sizning hushingizga bir to'n yepib olsam demoqchiman. Rahmat. Biz bunda deyishmagandik-ku. To'g'ri, rahmat. Inimiz bizdan faxrlangan bo'lsa, beshimiz ko'kka yetdi. Albatta, mening faxrlanadigan yerlarim bor. Men faxrlanamanki, mana shunday bir kuy suyar, kuychi bir xalqning farzandi bo'lib tug'ilib qolganligimdan. Shundan faxrlanamanki, izzat va hurmatni biladigan xalqning farzandi bo'lib tug'ilganligimdan.
Ve yani şunundan faxrlanaman ki salam saatni oldin qiladigan va oldin qabul qiladigan shunday bir isil odamlarning farzandi bo'lganligidan. Rahmat shu vajdin elimning bu to'y markaziga bugun hammamiz ota-onalarimizni tashlayapmiz. Jumladan sizlarni tashladinglar. Sizlar chavoq tashlayapsizlar. Uni tashladinglar. Ko'p rahmat. Shu vajdin yana bizning cho'ng shoirlarimizning va ijodiyatchimiz Ablat inimizning emgeklari mevzusi bo'lgan naqshimizdan bizlar o'zaro qaysizlar.